Hozirgi kunda O'zbekistonda birinchi o'rinda turadigan eng qimmat va eng katta donater akkauntni sizlar bilan birgalikda obzor qilamiz va nech pul donat qilingan, nech pul xarajatlar qilingan, nech pulga sotib olingan, hammasini sizlar bilan birga gaplashib ko'rib chiqamiz. Hammaga assalomu alaykum, siz bilan Kardinal va mehmonlarimiz Ali PUBG va Ramik. Salomlashib olasizlarmi mehmonlar? Hammaga assalomu alaykum. Sizlarni ko'rib turganimdan xursandman. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, bormisizlar? Yana shu Ramik. Da, do'stlar, bu akkaunt bilasizlar, Ali PUBG YouTuber'niki. Men bu yerda ekranga chiqartirib qo'yaman. YouTube kanallarni issilkasi ham video tagida bo'ladi. Obuna bosib qo'ysanglar, juda ham bizdan poddershka bo'lgan bo'ladi do'stlar. Bugun hech nima yashirilmaydi. Bu akkaunt nech pulga olingan, nech pulga donat qilingan bu akkaunt qaranglar. Birinchi o'rinda biz ko'radigan narsamiz kolleksiyasi. Bu 98 kolleksiya. O'zbekistonda faqat bitta dona hozirgi kunda. Hozir mana shu akkauntni sizlar bilan birga obzor qilish nasib qilgan ekan bu narsa. Men juda ham xursandman. Va videoni boshidan albatta do'stlar like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, chunki mana shu video O'zbekistonda yagona bo'lyapti va eng zo'r kontent bo'lyapti. Shuning uchun ham like bosib qo'yinglar. Sizni bosgan like, sizni bosgan obunangiz menga juda ham katta motivatsiya va xursandchilik beradi. Rahmat kattakon. Bir mana shu videoda ham bir hazil-huzul qilib bir 50 mingta like ko'rsanglar, juda ham xursand bo'lardim. Mana shu videoda 50 mingta like yig'ilsa, men dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turadigan akkauntni obzor qilaman, ya'ni P8da. Bilasizlar, Kardinal bitta gapiradi. Shuning uchun 50 mingta like dunyoning birinchi o'rinda turadigan arablarni akkauntini obzor qilaman. Yo, Kardinal ololmaysiz-u, obzor qilishga duxingiz yetmaydi desanglar, Kardinal bitta gapiradi do'stlar. Endi zinama-zinada hozir O'zbekistondagi birinchi o'rinda turadigan akkauntni obzor qilyapmiz. Yana oldivi Kardinal qaytdi do'stlar. Kolleksiya nima deyapti? Kolleksiya 98-level. Oy oy oy. Ali aka, bu qanday bunday 98 da ultimate'lari ham bor ekan. 98 kolleksiya ham. 1185 ta mifiklari bor. 3520 ta do'stlar legendarka, 1875 ta epichskiy va bu yerda superkar 63 ta superkarlari ham bor ekan. Prosta gap yo do'stlar. Endi hozir mana shu narsalarni ko'rib chiqamiz. Qani rostdan ham akkauntda 5000 ta kiyim bormi yo'qmi? Ya'ni obshi 5000 tada. Endi Ali aka, sizga savol. Pulli joylarga ham hozir yo'q, pulli joylarni ozgina keyinroq gaplashamiz. Ozgina intriga bo'lsin, bunda qiziqish bo'lsin akkauntga. Ali aka, lekin to'g'risini aytasiz, nech pulga olgansiz va nech pul xarajat qilgansiz bu akkauntga? Jami nech pul ketgan, hammasini obunachilarga aldamasdan bizga bilasiz, hype unaqa narsa kerak emas. To'g'risini aytamiz bo'ldi. Xo'sh, bu yerda ko'radigan narsalarimiz qani, sariq narsalar qancha ko'p bu yerda, menimcha kosmiklarni Ultimate qaranglar ko'pligini. Eevee. Mana shu yerda ultimate'larimiz tugar ekan. Hozir kosmiklarni ham ko'ramiz. Kosmikni albatta ko'ramiz. Qani, nechtasi bor ekan, nechtasi full ekan do'stlar. Tak, bu yerda oldivi kiyimlardan mana bu bor ekan. Sen bo'ling, men bundoq qilib qo'ysam, jeslar. Oppa! Ali aka, qanaqa oldivi kiyimlaringiz bor? Hecham bu kiyimlarni kiyib ko'rmagan ekanman, lekin tepada qolib ketdi. Tash kapitan setni juda yoqtiraman. Salgina yana teparoqqa chiqarsiz. Yo'q, men bu Gidora aka, men bu yo'q deyman, bu Gidora bilasizmi? Gidorani undagi ancha-munchasi yo'q, lekin bu hamda bu kiyimni qaytarmagan ham. Yo'q, uzr, u pastroqqa tushirasiz ekan, bu kiyimdan ko'ra pastroqqa tushirasiz ekan. Durangdek o'zini turmay qiladigan jestlar. Atak, lekin bu temada, lekin bu bor-ku. Gidorani pastiga Gidor. Mana buni jesti. Foyda do'stlar, men ikkita jest gapiradi. Men bu akkauntda ikkita oldivi jest gapiradi. Bu jestlar qaytmagan, juda ham vaqtida qimmatga tushirgan bu jestlar. Bor akkauntda. Bu akkauntda oldivi narsa deysizmi, arja bo'yicha deysizmi, kolleksiya bo'yichami, eng ko'p pul donat qilingan bo'yichami, hammasi bo'yicha hozirgi kunda O'zbekistonda birinchi o'rinda turadigan akkaunt do'stlar. Hozir men sizlarga obzorni juda ham tezroq ko'rsataman. Bizga glavniy oldivi narsalar bo'lishi kerak. Mifiklar zo'r mifiklar bo'lishi kerak. Tak, bu mana shu yerda turib mifiklar tugar ekan. Men o'ylayman, shu oldivi narsalar juda ham ko'p. Men hammasini bitta-bittasilarga kiygizib o'tirib o'sha do'stlar, o'sha. Shunday disk qirilib ketdi. Disk qirilib ketdi. Uroz olasizlar. Da, endi bu ko'tara olmayapman bunaqa qimmat akkaunt. Endi Ali aka, qimmat degan joyga keldik. Mayli, bu akkauntni hozir birinchi bo'lib sizdan nech pulga olganingizni so'ramoqchiman. Qachon, qaysi sanada, misol uchun keyingi yilmi, shu yilmi va nech pulga oldingiz mana shu akkauntni? Best hype to'g'risi, qani? Salkam 9 oycha bo'lib qoldi bu akkaunt sotib olganimga. $35,000 tasha
u chetdan kirib kelganmiz. Endi o'rtada ya'ni o'tash kartasiga o'tkazib berishimlarimiz bilan $35,000 bizga to'g'ri kelgan bu akkaunt. $35,000 Albatta, $35,000 shaxsan o'zim mana shu akkauntga jaraqlatib pul sanaganman. Komissiyalar bilan birga, ya'ni qaysi davlatdan olgansiz? Turkiyadan olganman, lekin Turkiya esa mana shu o'rta turib arabda shu akkaunt menga shunaqa qilib bergan. O'tash hattoki populyarliklarda ham to'liq o'tash arablar. Voy, do'stlar, $35,000, ya'ni so'mga chiqadigan bo'lsangiz 7 million. 7 million. Eng qizig'ini aytadigan bo'lsam, 35,000 ga profil olaman, to'g'rimi? Da. O'tash oxir-oxirida aytib o'taman. Qancha pul tiqilib ketilgan, mana 8 oy, 9 oy ichida o'sha bu profilga 97 dan 98 gacha qancha pul tiqilganini men sizlarga aytaman. Qancha 100 yillik. Bitta kolleksiya ko'tarish qanchaga tushishini aytib beradi. Akkauntni olgan paytingiz kolleksiya 97 bo'lgan, siz hozir 98 level bo'lgan. Albatta, 98 qildik. Shu yaqinda o'tashi 120 ming sarflab 98-level qildim. Bolalar, demak akkauntni 97-kolleksiyani $35,000 ga sotib olib, yana undan keyin ham normalniy xarajat qilganlar. Hozir endi so'rab olamiz asoslar ishlarga kirib. Hozir Bo'lmasa men aytmayman deyaptilar, bolalar. Yo, aytmayman deyaptilar, lekin biz so'raymiz asosda. Sizlar like bosib, obuna bosib turinglar. Biz nech pulga olinganini bildik. Endi akkauntga qancha sarflaganlar, eski egasi ham qancha sarflaganlarni ham so'rab olamiz. Asosda. Biz To'ktash qizil u gapingiz bo'ldim, uzr, To'ktash sizga priglashit tashlagan odam ham hozir paytda top 1da turibdi. Klassik reyting bo'yicha yo top 2da yo top 1da turibdi. Sizga priglashit tashladi To'ktash Afg'oniston. Afg'onlar tashladi hozir. Afg'oniston u klassik bo'yicha nimada? Zavami reytingmi nima u? To'ktash Zava reyting bo'yicha top 1da. U poni bular bilan meni muomalam juda yaxshi. Yap yo. Demak, Ali aka, chunki Ali aka Ultimate Real ko'proq ko'taradilar. Zava u Ultimate Realda juda ham qiyin ko'rgan bo'lishlar shart. Shuning uchun chet davlatlar bilan anchagina yaxshilar. Hozir biz endi menga nima qiziq, shuncha gapiryapmiz, shuncha gaplarimiz tugamayapti, shunga qarab mifiklar ham tugamayapti-da. Buni qaranglar, mifiklar tugamadi hali. Qayerda pas ko'rinmayapti deng. Shu pas ko'rinmayapti deng. O xayriyat, pas ko'rindi. Bir 5 minut ko'rdik, lekin o'sha pas ko'rindi do'stlar. Endi o'sha legendarkalardan nima oldik bor? Aytsangiz agar kiyib ko'rsatamiz, qolganlarni tirs o'tkazib yuboramiz. Chunki akkauntingizni bir yarim kun tepada qolib ketdi, kimda qanaqa bilmayman, meni bu shaxsiy fikrim. U qarg'ani bo'lsa. Kimda qanaqa bilmayman, atak mash kiyim menga o'ta yoqadi. Chunki bu kiyimni men karantin paytdan beri yoqtiraman. Endi siz esingizda bormi yo'q bilmayman. Passani Sanuk kartasini o'ynardik. Sanuk kartasida bu kiyim ancha munchasida yo'q. Shunaqa, bu qarg'ani kiyim. Men ko'rganman, o'zim karantin payti kirib kelganman deb PUBG'da ko'rganman bu. Men havas qilardim, pulim bo'lsa shularni bir donat qilib olsam derdim. O'sha payt endi boshqacha edi sharoit. Hozir sizda ham unda demak, u gapingizni bo'lib o'tdim. Sizda ham demak unda o'tash PUBG'ga o'tash karantin payti kirib keldim deyapsiz, to'g'rimi? Da. Baribir endi bu narsa o'tash sizni kuzatuvchilaringizga va u boshqalarga ham juda ham qiziqdi bu narsa. Karantin payti kirib kelganingizda обязательно 416 lednigim bo'lsa, maza qilib kimgadir olsam, tash betlarini oqartirib borsam degan fikr o'tganmi o'zidan, shaxsiy o'zingizdan? Короче, menda bir marta Livik o'ynayapman, yangi akkaunt, endi telefon Redmi oddiygina shu faqat men Telegramda ishlardim. Ishdan keyin men 1 soat PUBG o'ynardim-da. Men Ramikam bor edi o'sha payt. Hozir turgan Discordda biz o'ynayapmiz. Birinchi marta men kimdir otdi-da, yuzlarim oqarib ketdi birdaniga. Men hayronman. Dedim, qanday yuzlarim oqarib ketdi? Keyin men qidirdim. Shto bilsam 416 da shunaqa skin bor ekan. Keyin men shunaqa akkauntga havas qildim, ishlardim, pulim bor edi, ozgina bir. Men o'yladim, shto 100 ming so'm, 200 ming so'mga shunaqa akkaunt sotib olaman. 100 ming so'mga akkaunt sotib olaman degan paytim, shunda akkauntlarga kirib qarasam, Lednik full akkaunt $800, bitta Lednik full $800, $1000. Voy deganman, telefonim Redmi, pul yig'ib 1 millionga telefon olganman. Men hozir jinni basman, shu $800 ga akkaunt olaman. Lekin shunaqa bo'lgan. Shunaqa keyin taqdir o'ynab birdaniga $8000 ga akkaunt olib qo'yganman. Shunaqa. Men birinchi shaxsiy anaqam
o birinchi 416 ya'ni OpenKeys qilishim o Skitales'dan boshlanganda. O 416 Skitales'da o'tash yangi yil kuni chat OpenKeys qilganman. Lekin unaqa streamlar qilmardim. Yoki o'tash narsani qayoqqadir o'tash video qilib chiqarmardim. O'sha paytda o'tash 16000 UC ga Skitales'ni 5-level qilganman. Gap yo'q. Oxiri ham tugatdi do'stlar. Keyin oxiri keldi. To'liq obzorchiman, shu uchun men to'g'risini aytishim kerak. Akkauntda bitta minusini ko'rdim. Akkauntingizda basketbol setlari yo'q, birortasi ham. Endi xafa bo'lishoq do'stlar, men o'zimni obunachilarimga to'g'risini aytaman-da, borni bor, yo'g'ini yo'q. Hype kerak emas, narxini ham mana hozir mana shu akkauntni bir $50,000, $100,000 ga oldim desa ham biz obunachilarimiz ishonib ketadi. Yo'q dedim aka, shu mani obunachilarimga kardinalga hype kerak emas. Xudoga shukr, shundoq ham yaxshi bizada. Hypesiz, yolg'onlarsiz ko'tarilgan yaxshi-da baribir. Shu uchun to'g'risini ayting dedim. $35,000 ushta u ham kichkina pul emas, bitta yangi Malibu'ni pulida yoki BMW i3 mi anaqasi elektrokari. Xramingi beradi. Rasa bo'lsa zo'rini xramingi olasiz. Shunaqa. Do'stlar, albatta mana shunaqa hype qilmayapmiz, yolg'onlarsiz video qilyapmiz. Shu uchun ham albatta like bosib, obuna bosib qo'yinglar. Chunki yolg'onlarni aralashtirib, hype ishlayman, ko'proq prosmotr bo'lsin deb juda ham ko'p blogerlar hype qiladi, lekin hype qilmaydigan streamerlar juda ham sanoqli. Shu uchun do'stlar like, obuna bosib qo'yinglar. Buni qadrlagan holda rahmat kattakon. Gapiring aka. Sizni gapingizni bo'lib o'taman. Bu yerda o'tash basketbol temasi ochilganda shu videomizni ko'rayotganda, ya'ni shu profildan o'tash oldingi meni profilim ham bor edi. U kolleksiya 88 edi. Shu yaqinni sotib oldim. U profil $8,000 ga shu yaqinni sotib oldim. O'tashinda siz aytgan jamiki narsalar bor edi. Men u narsadan to'yganman demoqchiman. Ya'ni men sizga u narsadan zerikkanman. Ya'ni o'tash basketbol set, u yoki o'tash pajarniy set, u deydi-da. Kerak bo'lsa o'tash kapitan setdan u PUBG tomonidan kopeyka u pulga qaytdi-da. Kopeyka pulga qaytdi. Lekin bu narsalar ham bizlar shu narsani umid qilib qolamizki, PUBG ga tez kunlarda kapitan set ham, keyin o'tash pajarniy ham va yana undan tashqari basketbol setlar ham albatta yana PUBG ga qo'shiladi deb umid qilamiz. Beb qaytadi do'stlar, ishonaveringlar, Beb qaytadi. Shu yil emas, men bilaman qachon qaytishini. Lekin aytmayman sizlarga, lekin qaytadi. Bebchilar akkaunti sotaveringlar asosida bemalol. Lekin men bilaman. Qizig'i kiyimlarni ko'rishingizdan oldin men aytib o'tib, Beb kiyim bor bu akkaunt. Bu bildim. Shu yaqinda bir akkauntga 1 million UC ga OpenKeys qilibsiz, kimligini aytmay qo'yaveramiz, juda ko'pchilik biladi. Lekin u akkauntda Beb kiyim men ko'rmadim menimcha, endi bilmayman, yo'qmi. Beb yo'q. Lekin kolleksiya 97. Akkauntda, u kolleksiyasi 97. Lekin bu akkauntda Beb kiyim full. Kerak bo'lsa sumkalarigacha, parashyutlarigacha, mashinalarigacha. Bor, men videoni boshida Beb bilan boshladim menimcha. Odamlar ko'rib bo'ldi shu Beb setini. Men o'z oldi yashida bor akkauntda maskalarni oldivilari bormi? Birorta oldivi vo, men bu shu bor, oldivi bo'ladi. Tepada turgan maskani tepada ham bor edi. Yo'q, tepada turgan o qizil maskaga nechta pul sarfladingiz? Oddiygina mana shu turadigan maskaga sizni nechta pul sarfladingiz kelgan paytda? 16,000 sarfladim, bermadi. Bitta ryukzakini berdi, oldivi o'sha sariq. Kiyimini ham bermadi, to'g'rimi? Yo'q, bermadi. Kiyimni ikkitasi bor edi, keraklisini bermadi. Xuddi u maskani o'ziga 20,000 UC sarfladim, berdi. Keyin kiyimni o'ziga 35,000 UC sarflab yubordi. Endi 40,000 UC ga shu shekilli. Menga lekin bermadi 16,000. O kam UC sarfladim. Endi men UC temasi kelibdi. Bola akkauntda Bebdan ko'ra birinchisini kiyib o'tsangiz. Da, ana u. Chunki bu xalat. Chepon. Bu kiyim juda oddiy bo'lishi mumkin PUBG Mobile'ga. Lekin kiyimni bilganlar, tushunganlar kiyimni sevadi. Mana shu kiyimni o'ziga demoqchiman, 40,000 UC qo'yardim. Mana do'stlar, mana shu setga akamiz 40,000 UC $500 ketkizganlar. Bu prosta oddiy xalat, sizlarning ko'rinishi bo'yicha oddiy, yangi igroklar ko'rayotgan bo'lsa oddiy xalat, lekin eski igroklar ko'rayotgan bo'lsa hozir plus 9999 aurra shu joyda. Chunki bilishadi u igroklar bu bandalarni. Xo'sh, mana shu joyda Bebni ko'ramiz do'stlar. Akkauntni ochib turadigan
oddiy igrok ham, yangi igrok ham bu kiyimlarni biladi va hozirgi eng akkaunti zo'r qilib turgan kiyim birinchi o'rinda turadigan Bep ryukzaklardan tak oldiviy ryukzak. Mana bu chotki ryukzak bu ham yaqinda qaytdi, lekin mana shu ryukzakni 16100 ga tushirdim. Bitta mana shu ryukzakni. Tak, bu yerda yana oldiviy ryukzaklar juda ham ko'p. Men sizlarga ko'rsatib o'taman desam, tak. Oldiviy da pastroda bo'lishi kerak. Oldiviy ryukzak, ibi nima? Buncha ryukzaklar tugamayapti bu yerda. Tugamayapti. Ryukzak magazin deb yotibdi, magazin. Da, qani oldiviy akangni ko'rmayapman chota. Siz bilmasak-a, hadi. Men bilaman. Ko'rmasa xabar yo'q. Men ko'rmayapman prosta. Nimagadir men ko'zim buncha narsani ko'rmagan. Даже men javob beraman, hozir obunachilar ham obzorni ko'ryapti. Obunachilarning ko'zi o'ynab ketyapti deb ibi deyapti. Buncha narsalari ko'p. Oldiviy ryukzakni biza ko'rdik, obunachilarim ko'rdi уже. Men ko'rishim kerak emas, sizlar ham ko'rdinglar. Ryukzaklarni ko'rdik. Endi do'stlar, Bepni ishtonchasi. Bundoq qilasiz, bitta chiqamiz. Bam do'stlar. Mana o'sha oldiviy narsalar. Bam qilasiz. Bam ryukzakni ko'rdi, ishtonani bu yerda bo'ldi. Oldiviy ishtonadan bor, ani zo'r mana bunaqa ishtonchalar bor. Kaladogda hammasi bor. Bu yerda bizga bo'ldi. Bu akkauntga bo'lsa boshqa ishtonni kiyib o'tirish kerak emas-da. To qachonki zerikib qolmassiz. Bep tuflichasi bor. Ultimate krossovkachalar bor. Zo'r. Men bu ham bor ekan. Bu ham zo'r. Bu juda ham zo'r krossovka. Oq Bepniki. Da, oq Bepniki. Bu yerda pershatkalar bor. Arujalarni do'stlar, men bu yerdan bitta ko'rsatib o'tirsam agar obzor ertaga emas, bir 15 kunda tugaydi. Shu uchun bitta men bunaqa qilib arujalarni ko'rsatmayman. Birato'la superkarni ko'rsatam, keyin laboratoriyadan arujalarni ko'rsataman. Shunda vaqtimiz normal tejaladi, sizlar ham mazza qilib ko'rasizlar. Ali aka, endi mana shu joyda keling, hype qilmaymiz, to'g'risini aytamiz, akkauntga nech pul sarfladingiz akkaunt sotgandan keyin 97-kolleksiyadan 98-kolleksiyagacha nech pul sarfladingiz? 97dan 98ga o'tishlik uchun 2 million USD. 2 million USD ga hisoblasangiz. 2 million USD bu gizleta bir so'mda esa bir gidada 250 million 300 million dollarni hisoblasangiz 25 ming o'rtacha plus minus 25 ming dollar. Yo'q aka, qanday odam bunday pul topishi kerak? 35 mingga akkaunt olib, yana 25 ming donat qilinib, 60 ming dollar. Maqsadimiz 680 million. U gap bu yerda pul emas-da, gap. U bu yerda bizdan maqsadimiz u sohamizda o'tashda nomer 1 bo'lish. Pul ketsa deymiz. Albatta, bam turib tash open kesadi. Siz ham open kesab tindirmaysiz. Kerak bo'lsa har open kessa o'sha 30da 100 ming USD yoki 50 ming USD dan pastini ko'rmayman-da. Da. Endi siz hozir prям eng zo'r akkauntni olib qo'ygansiz. Tabriklayman, gap yo'q aka. Qaranglar, obunachilar, sizlar ham agar mana shu videoga like bossanglar, obuna bossanglar, havas ko'zi bilan ko'rib, mazza qilib chiroyli kommentariy yozib qoldirsanglar, bizga ham buyursin deb sizlarga ham buyuraman. Ali aka, tasavvur qilganmiz mana shunaqa zo'r akkaunt olishingizni. Superkarlarni qarang. To'g'risini sizga to'g'risini aytib o'tsam, boshda faqatgina qo'limda ledligim bo'lsa-yu, o'rtash ledligimda men ham maza qilib o'ynasam degan fikr xayol bo'lgan edi. Lekin Allohga shukr aytaman, eng birinchi o'chirib o'rtash ota-onam duosi va yaxshi niyatni to'g'ri qo'ya bilganman va shu darajagacha kelib va bundan keyin ham davom ettiramiz. Yo'q aka, hozir bu yerda bitta shedevrni ko'rdim. Oazikda ham bitta shedevr anaqa bor edi. Mana bu ham shedevr. Bu shedevr degani bu bitta mana shu Oazikni olish uchun gideta 200 ming USD ketadi, plus minus 150 ming 200 ming USD atrofi ketadi. Ya'ni 2000 dollar ketadi bitta mana shu mashinani olish uchun do'stlar. Bu yerda ikkinchisini ham ko'rdim. Bu ikkinchisi uchun, bu ikkinchisi. Bu ya'ni shedevr mashinalar qimirlab turadi. Ko'ryapsizlar, u ham qimirlab bor-ku. Ha, hali ko'pega yetib kelmadik. Bu yerda ham bitta ko'rdim. Mana bu ko'peda ko'p. Mana bitta mana bu shedevr do'stlar. Ya'ni sizlar hisoblanglar. Bam 2000 dollar. Bam 1000 dollar. Bam yana 2000 dollar. Yana bormi? Menimcha boshqa bo'lmasa kerak. Vo bor ekan. Bam 2000 dollar. O'sha mashinani yana bo'ldi, yuragim ko'tara olmasdi hozir yana bitta chiqsa agar. Bo'ldi, boshqa yo'q. Xayriyat. Bular mana bu ishtalaydi. Bu yuragim ko'tara olmayapti. Buncha
yana bitta shedevr. Bam hozir 2000 dollar. Hozir mana shu mashinalarning o'zi где-то 30 ming dollar do'stlar. Faqat shedevr ro'zi bir 15 ming dollar, qolganlari yana 15 ming, 20 ming dollar. Buni qaranglar, bir 70 ta superkar bor edimi? Videoni boshida ko'rdik superkarlar nechtaligini. Jami hozir 6 tami shedevr karis, 6 ta sanadim menimcha. 6 ta yoki 7 ta shedevr kar. Prosta bam do'stlar, gap yo'q. Bu yerda yana даже mototsikillarga superkarlari bor, Dugati degan. Mana do'stlar, qimmati, bu ham qimmati. Bu yerda yana mototsikillar, bu yerlar уже mototsikillar qiziq emas, bagini ko'ramiz. Bagida superkar F1. Bu ham qimmati, bu ham takoy endi. Mana yana bitta bor. Bu ham bor. Bu bitta monetaligi. Nimaga ekrani qora bo'lib ko'rsatyapti-yu, lekin chiroyli do'stlar. Albatta normal bo'la. Men bor narsani ko'rsayman, yo'q narsani ko'rsatganim yo'q. O'zi yo'q narsani qanday ko'rsaman do'stim? Bu yerda bo'ldi. O'tin shedevr qolib ketdi, yana bitta shedevr. Ay, yana bitta bormi? Mana yana bitta bu. Men o'yladim, что tugadi shedevr. Endi maza qilib nafas olib bir jestlarni ko'raman desam, yana bitta shedevr do'stlar. Bam yana 2000 dollar do'stlar. Shedevrni qaranglar. Oy, 8 ta shedevr mashina bor akkauntda. O'zi garajda 3 ta mashinani sig'dirsa bo'ladi-da. Qanday bu 8 ta shedevr olsa bo'ladi do'stlar? Bu uchun qanaqa ishda ishlash kerak bu uchun? Nech pul topish kerak? Bu jestlarda endi bu jestlar tagiga yeta olasizmi-ki? Nima deysiz? Bu kompyuterim qotib qolyapti. Unaqa jestlarni Shunda ovoz chiqaryapti. Ovoz chiqaryapti. Mana shu yerga havasim keladi. Meni akkauntimda bitta mana bu bilan bitta mana bu ikkalasi yo'q bo'ldi. Qolgan hammasi bor akkauntimda. Sizda hali gapingiz juda trendda bo'lgan. O'zbekistonda. Faqatgina O'zbekistonda yagona degan gaplaringiz juda trendda bo'lgan. Bolalar. Bu jest O'zbekistonda bitta yo'q ikkita, bittasi menda, bittasi Ali akada. Bo'ldi, qolgan hech kimda yo'q. Bo'ldi do'stlar, ketdi yana. Ketdi bu yerga yana trend qo'yishadi endi. Birinchi legendarni jestni bo'lsa-da. Yo'q, narigi pasluy. Ana shu narsa. Alan Welker jesti bu. Bu ham zor, chiroyli. Bu ham bunda yurakcha qilib qo'yadi endi qizlarga. Shunday, bay. Bu yerda yana jestlar. Endi men eng yaxshilarini ko'rsaman do'stlar, bo'lmasa oxiriga yetib bora olmaymiz jestlarni. Tak. Opa! Bu yerda ham opalar bor. Ovo, bu ham bor. O sen yaxshi ko'radigan jest. Men yaxshi ko'raman. Men yaxshi ko'raman bu jestlarni bu. Bu men ham zo'r. Oy, o'ynashi zo'r deb buni prям arabskiy o'ynab qo'yadi bu. Bu qanaqa ekan bu? Bu ham oldi. Bu ham kalang ishlar, tupoy deganda bu jest qo'yadi bu. Tak, yana Brian. Mana bu ham old, hozir kelmagan, mana pastdagi bir. O'zi kelganmi nima-ku bu? Keldi. Men bu ham keldi. Men ko'rmagan jestlarimni ko'rmayman bu akkauntda, bulbullarni qaranglar. Bu old jestlarning hammasi bor. Mana pastdagi jest ham zo'r quchoqlaydigan past. Do'stlar qaranglar-da, qarang oilasi, bu jestlarni men o'ylayman, sizlar birinchi marta ko'ryapsizlar. Maza qilib tomosha qilinglar, havas ham qilinglar do'stlar. Men hozir ko'rib havas qilyapman. Vashshi bomba akkaunt, jestlarning hammasi bor. Havas qilgan erishadi deydi-ku. Xudo xolasa sizlarda ham bo'ladi shunaqa akkaunt. Sizlarda ham bo'ladi. Harakat natija. Harakat natija. Harakat natija do'stlar. Ali akam bizni videomizga like bosganlar, havas qilganlar, donaterlarni ko'rib, mana shunaqa akkauntga erishdilar. Albatta. To'g'rimi aka? Albatta, like tugmasini, podpiska tugmasini va shu qatori ozginagina reklama ham qilib ketaman. 700 ga bo'lishimizga juda ham oz qolgan. Bizda ham kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, tez kunda kardinalda oilasi o'ta podpiska tugmasini bosib qo'ying albatta. Shunaqa do'stlar, Ali akaning YouTube kanallari videoni tagida bo'ladi, silkasi. Shu uchun like bosib, obuna bosib qo'yinglar do'stlar, islang mana shunaqa akkauntlarga erishasizlar. Bu like bosish prosta bu havas do'stlar, havas. Kibrli qilib yo'q like bosmayman, bu deb bunaqa narsa bizga emas do'stlar. Biz like bosamiz, havas qilamiz, obunani bosib qo'yib, bizga ham buyursin deb kommentariy yozib qoldiramiz, bo'ldi. Skromniy xudo xohlasa, sizlar ham harakat qilsanglar, yaxshi hayot uchun sizlarda bundan ham zo'rlari bo'ladi. Bundan ham zo'r akkauntlar bo'ladi do'stlar. Xo'sh, men jestlarni past qilib yotibman. Oxiri ko'rinmayapti. Nima qilgan bu? Ibi. Bolalar, men olmay tugamaydi, lekin jestlarchi. O'sha hayrat legendarkaga ham yetib keldik.
Okey. Bu oldivi eski jestlar ham bor do'stlar. Oldivi maksimal darajada pastroq qilyapman. Men o'ylashim bo'yicha tugashi kerak edi va tugadi. Mana shuncha jest. Bir 500 tacha jest bo'lsa kerak akkauntda. Bir 300 tami, 400 tasi mifik qolganlari legendarka bilan epichskiy jestlar. Gap yo'q. Aka, vasha jestlaringiz eng old jestlar ham bor. Eng oddiy jestlar ham bor. Hammasi bor. Yo'q jestni o'zi yo'q bu akkauntda. Hammasi bor. X kostyumni ko'rsating, X kostyumni X kostyum. O, parashyut bor ekan. Beptin parashyutchasi ham bor ekan. Tak, bu yerlar samolyotda qanaqa samolyot? O, Godzilla'ning samolyoti bor ekan. Tak, bo'ldi. Bu yerda yo'q. Bombalar qiziq emas, lekin bomba vashi tiqilib yotibdi. Bu yerda fon. Oho, anchagina fonlar ham bor ekan. Supercar'ni, McLaren'ning foni ham bor, ya'ni McLaren'ning mifichskiy foni bilan Bugatti'ning mifichskiy fonlari bor do'stlar. Gap yo'q. Tak, bu yerda bo'ldi, qolganlarni narsalarni ko'rdik. Endi Custom Mix'ni ko'rsamiz, keyin arujaga o'tamiz. Custom Mix'dan do'stlar, boshlaydigan bo'lsak, Fraven 7-level, Warren full, Poseidon full, Lavina full. Ya'ni 6 degani full degan do'stlar. 7 prosta 7 bo'ldi. Sylvanus full, Fravenning xotini Mnagasvet full, prям 7 mana bu. Joker full, Monarch full, mana bunaqa Marmoris full, Flora full, Ignis full, Galadriya full, Anukhara bilan mana bu Dravion ham full. Hammasi full do'stam, full deyishdan og'izlarim charchab ketdi. Hammasi full, hammasi bor. Har bitta full degan so'zing 200 mingisidir. Har bitta chiqdi. Har bitta Custom Mix'ni full qilish bu 200 ming, 250 ming USD, ya'ni bu 2,5 ming dollar degani 13 tami, 14 ta Custom Mix bo'lsa 2,5 ming dollardan где-то bir Custom Mix'dan o'zi bir 35 ming, 40 ming dollar atrofi bo'lyapti. Aka, bu akkaunt eski egasidan so'raganmisiz? Nech pul ketgan bu akkauntda jami siz sotib olgunizcha? Bu akkauntda juda katta summa kirib ketgan. O'ta katta summa kirib ketgan. Shunday. Men o'ylashim bo'yicha bir 800 ming dollarlar ketgan, plus minus 800 ming dollarlar borli tushunishi uchun 800 ming dollarga siz 500 ming dollarga Toshkentdan qasr uy sotib olasiz, villa prям. Qolgan 300 ming dollarga siz eng oxirgi rusumdagi Gelandwagen mashina sotib olasiz. Bo'ldi, hayotingiz gul, bam. Shuncha pulni hozir odamlar PUBG'ga sarflayapti. Bu juda ham zo'r do'stlar. Xo'sh, Godzilla eng oldivi Karyak akkauntda bor Godzilla va bu yerda oldivi qaytarilmagan Scarab basseynli akkauntda bor. Bu qaytdi, bu ham piratskiy ham oldivi edi, lekin qaytarildi afsuski. Chunki aka men ham bu hamma orujlar akkauntimda borda, men o'zi bilaman, что bu juda ham yomon. Men даже oldivi edim. Akkauntimni sotib olgan paytim men 4 yil oldin olganman. Akkauntimda hammasi bo'lgan. Men oldivi Scarab, basseynli Scarab hammasi qaytarilyapti-da. Va shu yuragim bardosh bermayapti bu oldivi akkauntda. Sizga eng yoqqan Scarab bilan 416 qaysi biri? Men Skitalias bilan men bu yoqardi, lekin bu qaytdi-da. Hozir endi men basseyn qaytmaganligi uchun basseyn yoqadi menga Scarab. Bu yerda full Aken full, Skоворodka full, DP full, AVM full, Graza full, Scarab full, Pony full, Yasher full. Mana Yasher ham zo'r edi bir paytlar, lekin qaytarildi. Trabashka full, M16 tapilka full. Har bitta full deganim choq $700 sanab ketinglar do'stlar. Full. Bu ham ibi. Buni tomosha qilaverish kerak do'stlar. Hozir eng maza qiladigan joyi shu, hamma narsa hozir full. Maza qilibsizlar, tomosha qilyapsizlar. Buni qaranglar. Full eng keraksiz orujlar ham full-da bu. Full. Eng keraksizdan full qilib qo'ygan. Men bu nimaga kerak hozir har bitta orujani 5 martadan full qilish nimaga kerak? Bu ham full. Bu 5-tapelka full. M24 full, DP full. Ibi do'stlar. Necha marta pul dedingiz hozir? Shu narsani ham o'z bilib o'tdingizmi? Full qilyapsiz. Ben 8 dollardan hozir paytda bizlar tomosha qilayotganlar ukoli kalkulyator yoki yozib ketishyapti o'zi. 2-3 qilib turibdi. O'sha kommentariyada yozib qoldiringlar, akkauntga necha pul ketibdi arojalarga.
190 bitta aroja 700 dollardan hisoblasanglar ham nech pul ketibdi arojaga? Ana. Arojani o'ziga shuncha pul. Ibi. Pul bo'lmagan aroja bor-da, raqali teparoqda. Qani bu chiqadimi? Chiqadi. Sabr. Sabr do'stlar. Sabr tagi oltin do'stlar. Sabr tagi pul bo'lmagan aroja. Tak. Aql yo'q, bu ham full. Mana full emas. Xayriyat, aql o'shada eng qimmatlari full, eng arzon tufta narsa full emas. Bu endi izolyatsiyada hozir bu full. Bu ham full. Arbalet full. Bo'ldi do'stlar, bu hammasi full ekan akkauntda. Mana. Ikkinchi level. Eng tufta keraksiz aroja full emas. Bu kilchat zato. Bu mana full emas ekan. Bitta topdik, xayriyat. Qidirdik, tirnoq ichidan qidirib hozir. Shuncha full arojalarda bu mana bu full emas ekan. Ure! Biz o'zbekmiz, biz mana shunaqa ayb topishimiz kerak do'stlar. Абсолютно любой o'zbek. Mana bu full emas. Bu mayli kilchat. Tak. Mana bu ham full ekan-ku. Bu ham. Yo, 6 ekan, 6. Mana bu 6 ekan. Bu 7 bu 8 gacha prosta, tushunyapsan? Bo'ldi. Full bu. Dalsh. Ramikam 40 tirnoq ichidan 40 qidirmoqchi bo'ldi, topolmadi lekin. Mana ana topdik, ayb topdik. Mana full emas ekan. Tak, full Dirabasha. hamma narsa full. Bu qanday? Mana 5 ekan, 4 ekan kilchat. Kami deganda bir kilchatda bir 190 bitta arojadan bir 180 tasi full. 180 tasi, yo'q, даже 185 ta. Full. Pichoq full. Mana 3-level ekan. Xayriyat, topdik. Mana 1 ekan, topdik. Mana full. Bu ham full. Mana topdik. Mana o'sha bu yerlari mana ikkitasi, uchtasi qoldi. Chunki sizga men sababini aytib o'taman, nega bular pul qilib o'tib ketilmagan. Misol bu PUBG ga yangi o'tash aruji keladi. Sizlar esa u faqatgina o'tash yangi kelgan arujani ko'tarishlik maqsadida, ya'ni 7-levelga yoki 8-levelga o'tash ko'tarishlik uchun o'tashlarni kuchaytirmaymiz. Mana buni ham 6-level qilganlar, yana 7 qilsa bo'ladi, material bor. Hisob qo'ying, 7ga bo'lib turma, stream davomida hisob qo'ying. Da. Bam do'stlarim, yana bitta. Bam $300 ketdi hozir, bitta 6 dan 7 qilishgacha. Shu do'stlar, $300 ketdi hozir. $300 boshini yedik hozir. Bo'ldi, xayriyat, yuragim tinchidi. Arojalar tugadi. Do'stlar, 190 bitta arojadan 180 tasi full. Endi sananglar, har bittasi 700-800 600 dan hisoblasin, endi open case qilib ochib full qilish. 600 $500 dan hisoblanglar 180 tani. Ana, qani nech pul chiqadi kommentariyada yozib qoldiringlar do'stlar. Buncha hisob kitob kalkulyator portlamasin yana. Kalkulyator yana bunda 8 ni, bunda yon tomonini chiqarib qo'ymasin yana. Yana bir narsa, kompaniyani ham qolib ketdi bu yerda. Bitta kompaniyani ham hammasi bor desangiz, lekin aka men turib PUBG ni udalik qilaman, lekin hammasi bor desangiz, chunki men o'zimda hammasi yo'q. Ko'rsatmayapti. O'shani aytaman. Ko'rsatmayapti mana kompyuterim, ana ochildi. Kompaniya. Endi har bitta kompaniyani hisoblanglar bolalar. Har bittasi $300 dan ketdi. Xayriyat, ikkitasi yo'q. Ikkita yo'q. Uchta yo'q. Biza yo'qlarni sanaymiz, borlarni emas. Biza yo'qlarni sanaymiz. Albatta. 3ta, 4ta yo'q, 5, 6ta, 7ta, 8ta. Eng tuftalari yo'q. Yana eng tufta kompaniyalar yo'q, eng zo'rlari bor. Men bu eng qimmatdan $400 ga tushadi. Men 30-40 ming ga tushadi. Men chunki o'zim open case qilganman, ko'rganman shularni. Mana bu 5 ming ga ham tushadi. Men bu arzon bu. Men bu ham lekin arzon. Men bu jujicha ham arzon. Arzonlari yo'q. Yana bu izdivatsida bu arzonlari yo'q, qimmatlari bor. 90% kompaniyalar ham bor. Men bu akkauntimda ochmoqchi bo'lganman. Yedita 25 ming, 30 ming sarflaganman, bermagan. Garant bilan 50 ming ga chiqarish mumkin bo'lgan, olmagan.
bilganman qimmat ekan deb, lekin bu akkauntda bor ekan tushunyapsiz. Xo'sh, nima qolib ketdi akkauntda? Bo'ldi, hammasini ko'rdik menimcha. Eng qizig'ini aytib o'tsam, sizga tepaniga qarab o'tmangiz 2 million serebro hali ham saqlanib qo'yilgan. 5 millionmi, to'g'ri 6 million serebro bo'lgan. Bu akkaunt sotib qo'yganimda, shundan u yoqni sarflaganim 2 million serebro menga qo'ygan. Do'stlar, 2 million 6 million serebro bo'lgan, 4 million anu material, mini material olish uchun sarflab, qolgan endi 2 million turibdi-da. Bu tushunishlar uchun 6 million serebroni sarflash degani bu son sanoqsiz openkes qilsangizgina keyin sizda shuncha serebro yig'iladi. Bu da videoni boshida aytganimdek bir 800 ming dollar bemalol ketgan. Bemalol, даже ortiq hamdir buncha bu serebroni men ko'rmadim hali. Prosta akkaunt prosta bomba, lekin men havas qildim do'stlar. Sizlar ham havas ko'zi bilan ko'rgan bo'lsanglar, men xursandman. Havas ko'zi bilan ko'ringlar, albatta videomizga like ni bosib, obunani bosib qo'yinglar. Sizlarni bosgan like'lar bu havasdan bildiradi. Sizlarni bosgan kommentinglar, sizlarni bosgan like'lar bu hammasi havas, maza qilib ko'rdinglar. Va bu akkauntda bilasizlar nimasi qiziq, даже content maker galichkasi bor. Albatta, Ali aka youtuberlar do'stlar. Bu akkauntni yaqinda olganlarga bo'lishiga qaramasdan birinchi akkauntlarda ham bor edi content maker. Bunisida ham bor content maker. Ikkita akkauntda content maker galichkasi bor. PUBG bilmadim, bu mumkin emas-da, chunki mumkin emas ikkita akkauntda content maker berishi, lekin Ali aka uchun alohida akkauntlar zo'r bo'lganligi uchun berib qo'ygan content maker. Prosta gap yo'q. O'zbekistonda birinchi o'rinda turadigan akkaunt hozir sizlar bilan birga to'liq obzor qilib, nimasi bor, nimasi yo'q qilib, eng zo'r bomba content olib bordik. Albatta Ali akaga katta rahmat. Bizga akkauntlarni berganlari uchun. Men o'zlari YouTube kanallari bor, 700 ming obunachilik, lekin yo'q, o'zim kanalimda emas, kardinalman o'zingiz obzor qiling, chunki siz birinchi boshlagansiz shu contentni baba old insonga berishdi. Men bizlarni hurmat qilib, kardinalni hurmat qilib, obunachilarni hurmat qilib menga berdilar. Biz hozir obzor qildik. Rahmat kattakon Ali aka. Do'stlar, bizlarga shuncha hurmat qildilar. Shu uchun hurmatlarini inobatga olib, kanallarga obuna bosib qo'yinglar. Silkasi opsiyada bo'ladi. Ali aka shuni qo'yib qo'yamiz. Silka kirasizlar, obuna bosasizlar. Yaqinda xudo xohlasa 700 ming obunachi bo'ladilar. Ali aka, sizga yana bir bor kattakon rahmat. Bizlarga shuncha hurmat qilib, akkauntingizni obzorga berganingiz uchun. To'g'risini aytsam, birinchi fikr xayolimda siz bor edingiz. Chunki siz bu narsalarni ulardan ko'ra to'liq tushunasiz. Rahmat kattakon Ali aka. Va obunachilarimiz ham mazza qilib ko'rishdi. Mana do'stlar, O'zbekistonda hozirgi kunda birinchi o'rinda turadigan akkaunt mana shu. Boshqa ortiqcha gap so'z kerak emas. Ko'rdinglar, mazza qildinglar. Albatta shuncha qilgan mehnatimiz uchun, shuncha qilingan harakatlarimiz uchun bosib qo'yinglar. Biz qo'llab ketamiz albatta. Da do'stlar. Sizlardan like, подписка, поддержки, kommentariyalar esa yana ham ko'paytiringlar. 48 ni profilda esa yaqin kunlarda 50 mingta like qilsanglar, albatta kardinalni YouTube kanalida videosi chiqadi albatta. O'sha gap do'stlar, sizni bosgan like'ingiz, sizni bosgan obunangiz va yozgan kommentingiz bu sizni shu videoni havas ko'zi bilan ko'rganingizdan dalolat beradi. Shuning uchun like bosib qo'yinglar va men bilasizlar, kardinal bitta gapiradi, 50 mingta like va dunyoni birinchi o'rinda turadigan Q8 ni akkauntini shaxsan o'zim obzor qilaman. Akkaunt ichiga kirib o'sha arabni o'zini ham chaqiraman. Chunki kardinal bitta gapiradi, qo'yadi do'stlar. Men qila olgan narsamni qilaman deyman. Shuning uchun sizlardan podдержка, bizdan esa chiroyli content. Like bosganingiz, kanalimizga obuna bo'lganingiz va kommentda chiroyli komment yozganingiz uchun, podдержканgiz uchun kattakon rahmat. Hammangizga yaxshi ko'raman, hammangizni hurmat qilaman, hatto sizni ham. Keyingi videogacha ko'rishguncha xayr, siz bilan kardinal Ali aka va Ramik bo'ldi. Xayrlab qo'yasizlarmi mehmonlarimiz? Hammaga rahmat. Shu video davomida bizlar bilan birgalikda o'z akkauntlarimizni tomosha qilgan shu. Albatta gapirib o'tganimdek, like va podpiska sizlardan podдержка, bizlardan esa sizlar uchun juda ham chiroyli kontentlar ketma-ketliklari. Ramik, siz ham juda ham chiroyli bir Biz ham nima deymiz? Like bosgan, podpiska bosgan ham qo'llar dard ko'rmasin. Kuzatganlaringiz uchun rahmat. Sizlar bilan albatta kardinal, Ramik va Kamina kamtar. Sog' bo'lasizlar deb qolamiz. Do'stlar, keyingi videogacha bye bye do'stlar.